Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga qanday qilib Multilevel'ning map qismida ishlash jarayonini tushuntirib o'tmoqchiman va qanday qilib javoblarni yodlab kirish kerakmi, yodlab kirmaslik kerakmi, shu bo'yicha ham juda ham kerakli ma'lumot olasiz degan umiddaman. Faqat videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Va bu YouTube'dagi kanalimizda bizdan o'quvchilar so'rash, Telegram kanalimizdagi va YouTube'dagi kanalimizda mapni ishlashni tushuntirib bering, mapda qiynalyapmiz va o'sha savolga asoslangan. Agar sizda ham biror bir video bo'yicha savollar bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin va o'sha bo'yicha video olishga harakat qilib o'tamiz. Endi birinchi o'tadigan bo'lsak, bu yerda juda ham qiziq map berilgan. Please, e'tibor beramiz, ya'ni javobni yodlab kirishingiz kerakmi? Kirmasligingiz kerakmi? O'zingiz bilib olasiz videoni oxirida. Qani o'zingiz hal qilasiz, chunki hamma narsani o'zingiz hal qilish shart. Mana birinchi smenaga tushgan mapimiz. Qarang. Birinchi smenaga tushgan mapimiz bor ekan mana bu yerda. Harborview Bookstore. Bu yerda 19-chimizda Harborview Bookstore'ni so'rashibdi. Ishlash jarayonini ham bittalab tushuntirib beraman. Harborview Bookstore so'rashibdi. Ikkinchisida Pier Cafe, Souvenir Store, Art Gallery and Harbor Parkni so'ragan ekan. Qani boshladik. Hozir ishlaymiz. Har bittasini bitta-bitta tushuntirib beramiz. O'zimizning onlayn darsimizda ham shunday onlayndagi o'quvchilarga ham, offlayndagi o'quvchilarga ham tushuntirdim. Ya'ni birinchi smenaga tushgan va ikkinchi smenaga tushgan mapni qani javobni qanchalik yodlab kirish to'g'riligini bilib olishdi. Endi boshladik. Endi sizlarga ham bir tushuntirib o'tmoqchiman. Juda ham muhim mavzu bo'lgani uchun. Hozir audioni qo'yaman va bitta-bitta qanday topganimizni ko'rsatamiz. Tushunarli? Here's someone giving a talk. Label the places 19 to 23 on the map AH. There are 3 extra options which you do not need to use. Mark your answers on the answer sheet. You now have some time to look at questions. Mana shu yerda vaqt beradi sizga qarab olish uchun va bilib olish uchun va qayer tarafdan kiryapsiz, qaysi tarafdan chiqayotganingizni bilib olishingiz, o'ng qo'l qayerda, chap qo'l qayerdaligini bilib olishimiz shart. Endi yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, ikkala mapimiz ham bir xil. Ikkala mapimiz ham bir xil. Lekin men hozir bularni ikkiga bo'lib tushuntiraman. Chunki bu You'll see on this map here that the shopping district consists of 2 streets, Pear Street, which runs north and south, and Cherry Street, which crosses Pear Street right here. Let's start our... Endi qarang, mana bu yerda Pear Street va Cherry Street bo'ldi. Birinchi navbatda bilib oling, xuddi o'sha yerda odamcha turibdi, odam turibdi. Uni qo'llari qayerda? Birinchi navbatda bu yerda turgan bo'lsa, right hand, bunimiz left hand. Tushunarli? Endi bu yerda turgan bo'lsa-chi, odamcha bunaqasiga turadi. Tushunarli? Endi qanday bo'ladi? Bu yerda right hand, bu left hand bu yerda bo'ladi. Tushunarli? Please e'tibor bering, umiddaman. Keyingisi. Here on Pear Street, where the star is. This star marks the Harborview Bookstore. Endi qarang, mana bu yerda biz Pear Streetdan boshlaymiz dedi. Yulduzchani yonida Harborview Bookstore'imiz joylashgan dedi. Demak, en ustiga shunday chizib qo'yamiz. Ya'ni en ustiga chizib qo'ydim. Bu javobimiz demak A. Bu yerda A'ni oldik. Yaxshi. Ketdi. Bu yerda A'ni oldik. Chunki yulduzning yonida joylashgan dedi. Boshladik. Very popular among locals as well as tourists. You can buy a range of books of local interest as well as a variety of magazines and newspapers. It's directly across. Endi bizga nimani topishimiz kerak? Biz Pier Cafe'ni topishimiz kerak hozir. Pier Cafe'ni topamiz. Hozir ko'raylikchi. The street from the city library, which is... Shundagina ko'chani bu yog'iga o'tsangiz, across the street dedi, City Library joylashganda. Bizga library so'ralyaptimi? Yo'q. Demak, bizga kerak emas. Javobimiz hozircha 19imiz A bo'ldi. B ga o'tib olaylikchi. Also worth a visit. It's in one of the oldest buildings in the city and contains, among other things, an interesting collection of rare books. E'tibor bering. Juda ham ko'p chalkashtirib, ma'lumot aytib, sizni chalkashtirishga harakat qilyapti. Chalkamasdan biz nimani topishimiz kerak? Pear Cafegacha kuting. Ko'plar adashib shoshilib ko'p ma'lumot aytib o'ylash mumkin. Yo'q. Mapda ba'zida ma'lumotlarni ko'p aytadi, prosta o'quvchini chalkashtirish uchun. Siz o'sha yerga konsentratsiyangizni yo'qotmang. Bizga Pear Cafe degandan so'nggina ma'lumot kerak. Pear Cafe kerak. Moving up Pear from the bookstore toward Cherry, the next building on the left is the Pear Cafe. Ana, e'tibor bering. Mana tepaga chiqavering dedi. On the left dedi. Mana odamchani tasavvur qiling. Odamcha yurib boryapti. Mana chap, mana o'ng qo'l, mana chap qo'limiz turibdi. Chap qo'lingizda joylashgandi. Mana C'ni belgilab olamiz. Hozir yana bir marta qo'shimcha ma'lumotdan berishim mumkin. Notice it's right on the corner of Pear. Mana cornerda ham joylashgan dedi. Tushunarli? O'ng qo'l, chap qo'lni bilmagan odam hozir D va C ligini aniq ayta olmaydi. Chap qo'lni bilgan odamgina mana bu yerdan biladi. Xo'sh, buni olamizda C.
ketdi. Endi bizga nimani topishimiz kerak? Souvenir store topishimiz kerak. Yaxshi, souvenir store tagiga tushaylik. Souvenir store topamiz. Xo'sh, souvenir store boshladik. And Cherry Streets. It's a great place to relax while enjoying a delicious cup of coffee or tea. You can talk with friends or read quietly. They have Mana shuncha ma'lumot to'liq kafeda nima qilish bo'yicha bo'ldi. Bizga hozircha souvenir store haqida gap berilmadi. Faqat shoshmasdan ishlang, please. a variety of books and magazines available. From the windows of the cafe, you can look right across Cherry Street for a lovely view of city gardens. Derazadan qarasangiz City Gardens ko'rinadi. Bizda City Garden bormi? Bu yerda suralmagan. O'chirib tashladik. Rather small garden, but it contains a variety of exotic plants and flowers. Let's leave the cafe and cross Pear Street. On the opposite corner, Endi qarang, shunday kafedan chiq va cross Pear Street, Pear Streetni kesib o'tdi. Ya'ni biz bu tarafga keldik. Qani bu tarafda nima ekan? at Caldwell's clothing store, we Biz clothing store'ga keldik. Xo'sh. might also want to visit. They Kerak emas. sell both men's and women's bizga clothing fashions store. from countries around the world. Continuing down Cherry Street, the next Endi qarang, Cherry Streetdan davom etaveryapti. Cherry Streetdan ketyapmiz. Mana bu yerdan ketyapmiz. Mana right hand, left hand. Esdan chiqarmang. Right hand, left hand. building on the right after Caldwell's is the souvenir shop. Mana ketayotgan edik, right tarafda, right eshitdingiz o'zi. Mana souvenir shopimiz F bo'ldi. Mana bu yerga F javobni belgilab oldik. Shu keyingisi. Stop in here to get maps and books about the local area, Bizga nima as kerak? well as Art t-shirts and postcards with pictures of the city. Now, we cross Cherry Street and we're at the art gallery, one building down from the corner. Qarang, shunday souvenir shopdan chiqdi-da, cross deyapti. Cross degani yo'lni nariga o'tish. Yo'lni nariga o'tish Cherry Streetdan deb to'g'rimizda o'zi art gallery turibdi dedi. Buni H oldik, mana H ni oldik. Bitta burchakdan bu yoqdagi zdaniyada, mana burchakda o'chirib tashladim. Here you can see and, of course, purchase many fine paintings and sculptures by local artists. Let's keep going down Cherry Street toward the harbor. Endi Cherry Streetdan Harborga qarab yuraverdim. Mana bu tarafga qarab yuramiz. Boshqa rangni belgilab olaylik. Mana shu tarafga qarab yuraveramiz. Mana o'ng qo'l, chap qo'l esimizda turibdi, to'g'rimi? Mana chap qo'l, mana o'ng qo'l. Zo'r. Left, right after the gallery, is Gallerydan keyin shuni on the left deyapti. Mana chap taksi deyapti. Harbor Park. It's a lovely place. Harbor Parkimiz joylashgan dedi. Mana bu yerga I javobni oldim. Tushunarli? Qanday topyapmiz? O'ng qo'l, chap qo'l, please. Shu burilyapmiz, odam buriladiki, o'sha paytda yerliklar burilguncha tanasini buradi-da, o'shanga e'tibor beringizlar. Mana bu yerda left hand. Mana bu right hand. Endi mana tepaga chiqqanimizdan keyin, mana yo'ldan tepaga chiqdikda, bu tarafga burilganimizdan keyin tanamizni ham burishimiz kerak bu tarafga. Tushunarli? O'sha xuddi ichkarida odamcha bordek tasavvur qilish kerak. Mana hamma javob topdik. A C F H I. Endi abitdan keyingi smena bilan ishlaymiz. Ya'ni abitdan keyingi smenada undan ham qiziq bo'ladi. Qarang, e'tibor beramiz. Ikkinchi smenaga ana shu mapni beradi. Tak biz yodlab kirdik javoblarni. Nima dedik? A bo'ldi, C bo'ldi, F bo'ldi, H bo'ldi, I bo'ldi. To'g'rimi javoblarimiz? Yaxshi. Endi boshladik. Mana shular javoblarni topishni boshlaymiz bitta-bitta. You'll see on this map here that the shopping district consists of two streets, Pear Street, which runs north and south, and Cherry Street, which crosses Pear. Eng qiziq audiosi ham bir xil ekan. Demak, biz aniq javoblarni yodlab kirganmiz. Topamiz, birorta ham xato qilmasdan topamiz. Chunki biz 19 ni bilamiz, A bo'ladi. 20 ni bilamiz, C, 21 F bo'lishini bilamiz. Yodlab kirganimiz uchun. Endi javoblar bitta-bitta qo'yib chiqamiz, hozir ko'ramiz. Right here. Let's start our tour here on Pear Street, where the star is. This star marks the Harbor View bookstore. Harbor View bookstore bizda 19 A edi, lekin bizda bu yerda Harbor View bookstore so'ramayapti. Bizda City Library so'rayapti. Demak, bu bizga kerak emas hozircha. Demak, A emas javobimiz. 19 da A ni yodlab kirganmiz, lekin yozsak xato. Chunki bizda boshqa narsani so'rayapti. Qanun topamiz. It's very popular among locals as well as tourists. You can buy a range of books of local interest as well as a variety of magazines and newspapers. It's directly across the street from the city library, which is also worth a visit.
Ana endi qarang, juda ham zo'r. Shunday Pearl Street'dan cross qilsangiz, u yer library turibdi. Library ham juda ham zo'r joy, borishingiz kerak edi. Demak, City Library'miz qaysi harf ekan? B ekan 19 ga B yozdik. To'g'ri javob belgilash uchun. Yaxshi. Keyingisi. It's in one of the oldest buildings in the city and contains, among other things, an interesting collection of rare books. Now, moving up Pear from the bookstore toward Cherry, the next Mana bu yerdan ketyapmiz. Endi qarang, bizdan nima so'rayapti? Bizdan City Gardens so'rayapti. 20 da City Gardens so'rayapti. Bizda 20 da bu yerda Pear Cafe so'ragan ekan. Demak, javobga biz 20 ga yodlab kirdik-ku. C ni yozishimiz kerak, to'g'rimi? Hozir tekshirib olamiz buni. on the left is the Pear Pear Cafe. Cafe. You'll notice Kerak it's emas. right on the corner of Pear and Cherry Streets. It's a great place to relax while enjoying a delicious cup of coffee or tea. You can talk with friends or read quietly. They have a variety of books and magazines available. From the windows of the cafe, you can look right across Cherry Street for a lovely view of city gardens. Shuni Cherry Streetga qarasangiz, o'sha yerdan turib across dedi, siz City Gardens ni ko'rishingiz mumkin edi. Demak, javobimiz nima bo'ldi bu yerga? Javobimiz garden. Demak, 20 I bo'ldi. Mana, chunki gardens so'rayapti. Bizga gardens desa mana topdik. Yaxshi, endi biza A rather small garden, but it contains a variety of exotic plants and flowers. Let's leave the cafe and cross Pear Street. cross. On the opposite corner, we're at Caldwell's clothing store. Mana endi shunday kesib o'tdi-da, bizga 21 ga closing store so'ragan ekan. Bu yerda-chi, bu yerda souvenir store so'ragan, bu yerda closing store so'ragan. Demak, javobimiz qaysi bo'ldi? Mana burchakdagisi javobimiz D ni oldik. Mana D javobni oldik. Yaxshi. You might also want to visit. They sell both men's and women's fashions from countries around the world. Continuing down Cherry Street, the next building on the right after Caldwell's is the souvenir shop. Ana endi qarang, mana bu yerdan ketyapmiz. O'ng qo'l, chap qo'l qoidasini yaxshilab bilib oling, please. Tanani buradi. Yerdagilar o'sha yerliklar yurguncha tanasini buradi, o'sha tarafga qarab, directionga qarab. Endi siz agar left hand, right hand qayerda turganini bilmasangiz, kartaga qarab turadi. Juda ham xato ishlaysiz. Mana bu tarafdan kelyapmiz. Bu yerdan keyingi right-da dedi. Bizda souvenir store'imiz bo'ldi. Demak, javobimiz F, 22 F bo'ldi. Bizda bu yerda bo'lsa 22miz H olingan ekan. Ha, yodlab kirsak, demak, anchagina yaxshi bo'lar ekan, ha? Bilib olasiz, oxirida javobni yaxshi yodlab kirish kerakmi, yodlab kirmaslik kerakmi? Stop in here to get maps and books about the local area, as well as t-shirts and postcards with pictures of the city. Now, we cross Cherry Street and we're at the art gallery, one building down from the corner. Mana bitta ana one building, ya'ni cornerdan bitta bu yoqdagisi art galleryda bo'lamiz dedi. Bo'ldi. Mana shuni ishlab kirdik. Endi buni to'xtatib turaydi, videoni bitta narsani tushuntirib beradi. Javoblarni topdik hozir hammasini. Endi kim qanday xulosaga kelish o'ziga bog'liq. Demak, ertalabki smenaga kirganlar uchun A, C, F, H, I javob bo'lsa, abitdan keyin kirganlar uchun B, E, D, F, H javob bo'lib chiqdi. Ya'ni ko'p hollarda, deyarli 100%, ular ham DTMdagilar ham juda kuchli super Pro Max darajada ahmoq emas, bir xil mapni berib qo'yib. Ular salgina javobni almashtiradi. Endi yodlab kirish kerakmi, yodlab kirmaslik kerakmi, kommentlarda yozib qoldiringlar. O'ylaymanki, map ishlash tushunizlar, onlayn darsimizda bundan-da zo'r maplar tushuntirib beraman. Bitta-bittalar maplarni o'rganib chiqamiz. Mapda eng muhim narsa, men juda ko'p o'quvchilarda sezadigan narsam, o'ng qo'l, chap qo'l qoida umuman ishlamaydi o'quvchilar. Ya'ni to'g'riga boring deydi, to'g'riga boryapti, chapga buriling desa, mana shu chapga ham yurguncha yurib ketadi. Yo'q, chapga yerliklar nima qiladi? Yerliklar chapga burilayotguncha yelkasini ham buradi. Tushunarli? Yelkangizni bir bu taraf endi chap qo'l bo'lib, bu taraf o'ng qo'l bo'lgan. Bitta tushunib olsangiz, 100% mapdan topasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi yodlab kirmoqchi bo'lgan tanishlaringizga bu videoni ulashishni esdan chiqarmang. Keyin Telegram kanalimizga mana shu mapni tashlab qo'yaman, rasmlarini, PDF-ini hammasini tashlayman. Undan tashqari o'sha postdagi ham juda ham yoqtirgan bitta videoim bor, o'shani ulashib qo'yaman, ko'rishni esdan chiqarmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Turib ketib, chiroyli qilmoqchi edim, bo'lmadi. Shu turib qoldim.